remontiga umuman ayalmagan kvartira sotiladi yoki ijaraga beriladi. Yashamoqchi bo'lganlar uchun mana kvartiramiz. Xo'p, ushbu kvartiramiz oshxona qismini ko'rishingiz mumkin. Oshxona qismida alohida mana o'tirish qismlari. Xo'p, kvartiramiz ponni aqlli kotel o'rnagan. Inshaalloh, xo'p, ponni teplopol bo'lgan hamda batareya ham o'rnatishgan. Xo'p, kvartiramizda barcha mebel texnikalari bor, qo'yib beriladi. Nozel qismini ko'radigan bo'lsa, remontlarga e'tibor berasizlar. Yaxshi holatda. Hop, kvartiramiz mana koridor qismi. Bu tomonda kalidovkalari bor, kirish qismi. Hop, yotoqxonasini ko'radigan bo'lsa, mana yotoqxona. Remontlari juda ham zo'r holatda. Inshaalloh ponni teplopol bo'lgan. Hop, kvartiramiz narxi kelishuv asosida 3-etajda joylashgan. Ushbu kvartiramizda liftlari hammasi mavjud. Sotiladigan mana shu kvartiramiz. Kvartiramiz yuksalishda joylashgan. Ushbu kvartirada gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Hujjatlari notariusga tayyor. Ushbu kvartira 3-etajda joylashgan, 7 etajli liftlari ham mavjud.